kimni yoshi 40 ga yetgan bo'lsa, bu kishi oxirat bozoriga o'tib bo'lgan bo'ladi. 40 yoshga to'ldingizmi? Aqlingiz to'ldi, jismingiz to'ldi, ruhiyatingiz to'ldi. Siz komil inson bo'ldingiz. 40 ga kirgach o'zida shunaqa gap bor ekanda. Haligi fe'l aqvorlar bo'ladi-yu, injiq, qaysar, baxil, sergap, shunaqa yomon fe'llar. 40 ga kirguncha shu odamni tuzalishi umid qilinadi. 40 dan keyin ham shunday bo'lsa, bu endi o'zini guli deyiladi. Chunki bu yosh birodarlar taqvo yoshi deyiladi, salohiyat yoshi deyiladi. Bunaqa yoshga kirgandan keyin bu inson Qur'onga berilish kerak, Qur'onga suyanish kerak, amal qilish kerak, Qur'on tilovati bilan ovora bo'lish kerak, zikr bilan ovora bo'lish kerak. Mana zormandani nima qilish kerak? Qo'yish kerak.